Assalomu alaykum. O'tgan darsimizda biz planlarning hammasini ko'rib chiqdik, konstruktiv planlarni tuzib oldik. Endi bugun bizning o'tgan darsimiz bitta kolonnani olib, o'sha kolonnani chizib chiqamiz. Nima uchun kolonnani oldim? Fundamentdan oldim. Birinchi shu vertikalniy kolonna va serdeshnik mana shularni birinchi qilsak, keyingi etapda fundamentni qo'yganimizda fundamentdan qanaqa vyupskada chiqarishimiz, necha barallikda chiqarishimiz hammasi aniq bizda bo'ladi kolonnada. O'shandan so'ng olib qo'ysak bo'ladi. Shuning uchun birinchi kolonnani ishlab olsak, kolonna rigelni ishlab karkasga olsak, keyingi etapda keyingi konstruksiyaning elementlarini ishlayversak bo'ladi. Hop, hozir biz endi men bu binoni o'zim uchun rasvot qilib oldim. Rasvot qilib olganman. Buni keyingi darsda ko'rib chiqamiz qanaqa qilganimni. Hop, hozir bitta kolonnani ishlash uchun shu kolonnaning secheniyasini olishimiz kerak, qanaqa secheniyada bo'lgani. Kolonnaning armiyasi protsenti 5 dan oshib ketishi kerak emas. Bizning protsentimiz hali juda kichkina, 0.6. Hop. Endi bizda masalan kuchliroq bo'lgani, armiyaga ko'proq chiqqani shu desak, shu kolonnani ko'rib chiqamiz. 1.6 ploshd 2.36. Buni biza konstruktivniy 2.5 ploshdni 18 da olsak, 18 talik armatura olib turuvdik. Hop. 18 olib ishlatursak, biz endi razrezga qarab olamiz. Etajlarimizni balandligi qanaqa? 0.8 birinchi etaj, poldan polgacha ikkinchi etaj, 3.6 adashmasam. 3.6. Endi boshlaymiz. Birinchi navbatda 0 olamiz. 0dan 3800 tashlaymiz. Keyingisi 3600 olamiz. Kolonnamizga o's beramiz. 40 bizning kolonna. Boshida gaplashdik. 200 olamiz. Shunda bu bizning polimiz. Keyingi qilgan polni birinchi, ikkinchi etajni polni 80 olamiz. Birinchi etajnikini fundament tepasini 10 sm olamiz. Chunki arxitekturada ham shunaqa berilgan. 100 oldik. Endi bunda oladiganimiz 220 plita 400 rigel. Ana endi buni чисто konstruktivniy elementlarimizni olib olib, kolonna rigel oldiramiz. Pol qoladi. Tushirib chiqamiz. Hop. Brift boramiz. Endi sizlar o'zingizlar buni tekka chiroyli qilib chizganini qilaverasizlar, o'zingizlar qo'lingizga. Endi men tezroq bo'lish uchun tezroq chizaman. Vaqtni, sizlarning vaqtinglarni olmaydi. Kolonnani obyekt boramiz. Fundamentni hali chizmaganmiz. Fundament ustuni tekstura. Hop, endi bu qanaqa? Buni 2 marta katta qilib olishimiz kerak maqsadini, chunki agar bu 100 bo'lsa, juda kichkina bo'lib qoladi, armaturalar bir-biriga yopishib ketib qoladi. Hop, endi o'simiz bizda tayyori bor, o'sni olamiz. Hop, atmetkalarni sirasiga berib ketaveramiz. Bu o'siga 350 bo'lsa, 500 bo'lsa, 350 qilib olamiz. Bularning hammasini go'st bo'yicha olinadi. Endi hozir hammasini qattiq kopiya stavit qilmasam, sizlarga ustuni tezroq tushuntirishingiz uchun sizlarga tezroq berib ketaman. Mana bu 0 atmetkamiz. Keyingisi
38. Birinchi ikkinchi etaj poli plus 3800. İkinci etajniki qancha? 7400 plus 2400. Kolonnalar apalochini kolonnani chizib oldik. Endi unga biza armaturasini joylaymiz ichiga. Buraya tomon qilsak, armaturani oldik. Zashnesi bo'lib qilib ko'rsak, 80 olamiz. Hozircha mana endi buni biza naxlosda shu birinchi etajda naxlos qilsak, ikkinchi etajda guruh oxirigacha chiqadi. Har bitta etajda ham naxlos qilsak, armatura ham bo'linib ketadi. Agar podval o'zida, birinchi etajni o'zidan olib chiqsak, armatura juda uzun bo'lib ketib qoladi. Uni qurilishda ushlab turish qiyinroq bo'ladi. Qatidan ulaymiz, kolonnaning markazidan, mana 0 joydan bizni 18 tali armatura bo'lsa,